Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Dreydis. Bugungi videodaman 13-qishloqqa ko'chib ketyapman do'stlar. 13-qishloqdaman. Yashab qolishga harakat qilaman do'stlar. Katta naryoda bo'lish kerak 13-qishloq. Katta vaqtga zombi qochish kerak, zombi qochish kerak. Ana 13-qishloq do'stlar. 13-qishloqqa keldik. Ana uyda turamiz, ana. Mana shu uyda turamiz, mayli. Endi bu yoqqa avvaldan ham kelganman, bilasizlar. Shuning uchun ana shu yer oldiga kirib taq. Kim bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senga nima kerak? Menga uy kerak, anaqdagi uy. Mayli, olaver. Yes, do'stlar, ketdik. Bizga uy berdi. Endi ketdik, biz uyli bo'ldik. Mana shu ferma ham bizniki ekan. Mer o'zi aytdi. Endi bu yerga kiramiz. Keyin yotoqxonalar ham bor ekan. Bularni bu yerga qo'yib olib, buni ham bu yerga qo'yamiz. Buni endi bu yerda aslahalarni yechamiz. Yechib, kanalda yangi bo'lsanglar, kanalga podpiska bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Lagam ortiqchalik qilmaydi. Bosinglar. Ozgina turibdi. Oynadan qaraymiz. Hozir sunduqda hozir ketmonni olib ishlarni qilamiz. Qani bu yerda olamiz. Bo'ldi, oldik do'stlar. Endi ketdik. Ana qilishga nima fermani yig'ishtirishga do'stlar. Ketdik. Tezroq yig'ishtirishimiz kerak. Video kameram qotayotgan bo'lsa uzr so'rayman do'stlar. Qotmaslikka harakat qilaman. Mayli, suvni ichiga tushib ketishni olamiz. Har bitta videomda shunaqa suvga tushib ketadi narsalar. Keyingi videoda to'g'rilab shunaqa qilaman. Mayli, do'stlar, endi bu yerdan qalin narsalar tepaga qarab orar ekanman-da. Mayli, buni olib bularni to'g'rilash kerak. Yurish qiyin bo'lyapti do'stlar. Mayli, qo'yib nima bo'lyapti? Mayli. Endi qo'yib do'stlar. Endi ekib chiqish kerak. Qanday azob do'stlar. Mayli qo'yaveramiz. Mayli do'stlar, qo'yamiz yana. Qo'yamiz. Ekamiz demoqchi edim, mayli. Nimaga tepaga qaraveraman? Ezilib ketdim-ku. Mayli, to'qqizta sabzi bo'ldi, mayli. Endi bu yerga qo'yib, bu yerga qo'yib chiqamiz do'stlar. Bu yerga ham endi merga topshirish kerak. Endi mer mana narsani olib kelib qayerga solay? Mana shu narsaga solgin. Mayli, mana solamiz. Do'stlar, soldik, bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, ketdik. Endi hammaga xayr demoqchi edim. Yo'q, hali ketmaymiz.
Endi endi biz mana bu yerga pechka, mana bu yerga vestak, shunaqalar olishga ketamiz do'stlar. Kerakka kerak bo'ladi bolta, keyin tota. Hozir bundan har ehtimolga qarshi qalqonchilarni olamiz do'stlar. Buni kiyib hozir buni ichiga keyin ketdik do'stlar. Shar yasashga ketdik. Yopilmayapti. Bo'ldi, yopildi. Ketdik. Bitta daraxt chopamiz do'stlar, bizga yetadi. Chunki versakka bitta daraxt ketadi, chunki versak 4 ta yog'ochdan yasaladi. Uni hozir bitta qilsak 4 ta yog'och yasaladi do'stlar. Hozir konimiz qayerda edi? Kon bor edi shu yerda. Esinglardan shu yerda kon bo'lardi. Qayerda ekan? Mana topdim. Birinchi navbatda ko'mir kovlaymiz do'stlar. Keyin temir chiqsa, temirni ham kovlab olamiz. Tilga nima bo'lyapti, mayli. Sharni olib endi ketamiz. Endi mana shu ikkita temir chiqdi, mana temir al. Ikkita temirni olib, keyin ozgina tosh kovlaymiz do'stlar, tosh. Tosh nechta bo'larkan? 20 ta kovlaymiz do'stlar. 20 ta yetib qoladi. Mayli. Chopamiz, qanaqa buzamiz. Ana 22 ta bo'lib ketdi. 20 ta degani mayli. Endi uyga borib yasab, shunaqa narsalar qilamiz. Endi bunday qilib, bunday ketdan hozir vestak yasaymiz. X'ta bosib, bo'tga ikkita yasaymiz. Pechka bu yerga do'stlar. Endi narsalarni bir chetdan qilib chiqamiz do'stlar. Chagan kartoshka nima solyapman, mayli. Turaversin, kerak bo'lib qolar. Tepa narsalarni solib olib, buni ham tepaga olib qo'yib, kiygan narsalarimizni ham yechib, Dredis kanaliga, yangi kanal, Dredis kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Dredis bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.